8-mart uchun mana shunday premium sifatdagi medal naborlarimiz do'stlar. Ko'ringlar, bu medal Vatan himoyachisining onajoniga medali bilan birgalikda chiroyli bo'lgan tabrik so'zlari bilan yaratilgan 8-mart uchun ideal sovg'a variantlari do'stlar. Har bitta xizmat vazirliklarini o'zini emblemalari bilan birgalikda sizlarga yetkazib beriladi. Va albatta o'zingizning onajoningizni yo ayolingizni ismlarini yozib alohida tabrik so'zlari bilan mana shunday qilib xohlagan variantingizda 8-mart uchun ideal sovg'a navori qilishingiz mumkin do'stlar. Va albatta har bitta xizmatning mana shunday chiroyli bo'lgan emblemalari bilan birgalikda yetkazib beriladi. Bu videoni barcha davlat xizmatlarida xizmat qiladigan do'stlaringizga, yaqinlaringizga albatta ulashib qo'ying. 8-martni ayollarimiz va onajonlarimiz uchun unutilmas bayramga aylantiring.